Hammaga assalomu alaykum. Bugungi ishimiz deydi. Equinox shuncha musor mashinaning ichidan chiqyapti. To'g'ri musor edi. Короче, chexolini yechamiz. Hamma yog'ini как положено yuviladi, tozalanadi. Bu ichini nos chakma deydi. Assalomu alaykum. Rahmat. Mana patalon mash tomoni kir bo'lib turibdi, uni ko'ramiz. Juda ham anaqa nejniy. Просто bir ikkita ko'chib ketgan laminatsiyalar bor edi, olib tashladim. Pulni tozalanadi. Nenujniy narsalarni hozir yig'ishtirib oldik. Musorga tashlash kerak. Xizmatli bo'lsa bemalol aloqadamiz. Ustini ham menimcha yuvib krem surib bering deyishdi. Krem olib kelib berishsa surib beramiz. Xizmatli bo'lsa biza na связи, charchamaydi.